Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida rasmiy xabarlar. Tugayotgan hafta taqdimotlariga boy bo'ldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev loyihalarni ekspertizadan o'tkazish tizimini takomillashtirish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Davlatimiz rahbariga kimyo sanoatidagi yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirish va yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar yuzasidan taqdimot qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev transport infratuzilmasini modernizatsiya qilishga qaratilgan yirik loyihalar doirasida olib borilayotgan ishlar yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevga neft va gaz sohasida belgilangan vazifalar ijrosining holati yuzasidan hisobot berildi. Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyatida islohotlar natijadorligi hamda kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Prezident qishloq va suv xo'jaligi uchun muhandis kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish yuzasidan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantanali tadbir bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantanali tadbirda nutq so'zladi va davlat mukofotlarini topshirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida farmatsevtika tarmog'ida ishlab chiqarishni kengaytirish hamda sohaga ilg'or texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmatsevtika tarmog'ida ishlab chiqarishni rag'batlantirish va ilmiy tadqiqot jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-mart kuni Ozarbayjon Respublikasi Prezidenti Ilhom Aliyev bilan telefon orqali muloqot qildi. Davlatimiz rahbari Ozarbayjon hududiga uchuvchisiz uchish apparatlari bilan uyushtirilgan hujumlarni keskin qoralab, jarohat olganlarning tez fursatda sog'ayib ketishini tiladi. O'zbekiston yetakchisi fuqarolarimizni Erondan Ozarbayjon hududi orqali xavfsiz evakuatsiya qilish bo'yicha ko'rilayotgan choralar va yaratilayotgan sharoitlar uchun Ilhom Aliyevga minnatdorlik bildirdi. Dunyoda ro'y berayotgan geosiyosiy talatuplarda tinchlik qadriyatining asl mohiyatini yanada chuqur anglab yetasan. Bu haqdagi mulohazalar bilan esa ekspert fikri sahifasida tanishasiz. Omon bo'ling. Davlatlararo kelishmovchiliklar, mintaqalararo nizo, xususan keyingi paytlarda yangi dunyo tartibotini yuzaga keltirish, dunyoga egalik qilish, buyuk davlatchilik, shovinizmi singari illatlar urchib boryapti. O'zini salbiy natija, fojiali natijalarini ko'rsatyapti. Ayniqsa o'sha geosiyosiy masalalarda davlatlarning ichki ishlariga qo'pol ravishda umumiy e'tirof etilgan qoidalarni mensimasdan aralashish holatlari yuzaga kelyapti. Bu butun insoniyatni tashvishga solayotgani aniq. Afsuski ana shunday umumdunyoviy bir taraqqiyotga tahdid soladigan holatlar bugun chuqurlashib borayotgani bu tashvishli hodisa. Ana shunday sharoitda biz nima qilishimiz kerak? Biz o'z uyimizni asray olishimiz kerak. Biz o'z tinchligimizni himoya qila bilishimiz kerak. Bizga hozir tahdid qilayotgan kuchlar yo'q, bo'lmayapti. Lekin g'oyaviy jihatdan chetdan turib asabga tegadigan, o'zini kuchini ko'rsatishga intilishlar bor. Bu ularning ojizligidan. Biz o'zimizning davlatimiz bilan faxrlana olishimiz kerak. O'zimizning davlatimizning siyosiy pozitsiyasini to'g'ri tushuna olishimiz kerak va o'z vaqtida baholay bilishimiz kerak. O'zbekiston tinchliksevar davlat. Siyosiy tuzumidan, boshqaruv rejimidan, diniy jihatidan qat'iy nazar konstitutsiyamizga muvofiq teng huquqli hamkorlik qilish tarafdorimiz. Qaysidir davlatlar diniy davlatlar, qaysidir davlat boshqa bir rejimdagi davlat bo'lishi mumkin. U rejimlar, u qarashlar, boshqaruv shakllari ularning ichki ishi. Biz unga aralashmaymiz. Lekin har qanday davlat bilan teng huquqli hamkorlik qilamiz. Buning uchun imkoniyatlarimiz katta. Intellektual jihatdan yuqori xalqimiz, bunyodkor xalqimiz bor.
katta maqsad bilan yashaydigan xalqimiz bor. Biz insoniyatni saodatli hayotini ko'zlagan xalqmiz. O'zbekistonning qudrati ana shunda. Davlatimizning qudrati ana shunda. Xalqimizning qudrati ana shunda. O'zbekiston davlati esa har qanday muammolarni zo'ravonlik bilan emas, aql bilan, muzokaralar yo'li bilan hal qilish tarafdori va ana shu imkoniyatini ro'yobga chiqarayotgan davlat bu. Hafta davomida qabul qilingan qonunchilikdagi yangiliklar bilan tanishing. Studiyada Surayyo Ablakulova. Assalomu alaykum. Ko'p kvartirali turar joy majmualarini qurishda kompleks qurilish mexanizmlarini joriy etish va shaffoflikni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qaroriga ko'ra 2026-yil 1-martdan 2028-yil 1-martga qadar eksperiment tariqasida belgilangan yer uchastkalarida ko'p kvartirali uylarni kompleks qurilish mexanizmlari asosida qurishni nazarda tutuvchi tartibga solish qumdoni maxsus huquqiy rejimi joriy etiladi. Ayollar va bolalar huquqlarining himoyasini kuchaytirish hamda ularga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlarining oldini olish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy huquqiy choralar to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra, erta turmush qurish holatlarining oldi olinadi hamda moliyaviy mustaqillikka erishgan va oila qurishga har tomonlama tayyor bo'lgan yoshlar o'rtasida nikoh tuzish rag'batlantiriladi. Sanoat korxonalarining atrof muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish harakatlarini rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qaroriga ko'ra, sanoat korxonalarining atrof tabiiy muhitga ta'sirini kamaytirish harakatlari quyidagi tartibda rag'batlantiriladi. Birinchi bosqichda atmosfera havosi ifloslanishi fon monitoringi stansiyasini o'rnatgan sanoat korxonasiga, tabiatga zarar yetkazish bo'yicha kompensatsiya to'lovlaridan shakllangan qarzdorlikdan voz kechiladi. Tabiatga zarar yetkazish bo'yicha respublika byudjetiga yo'naltiriladigan kompensatsiya to'lovlarining 50% 2 yil davomida qaytariladi. Qonunchilikdagi shu va boshqa yangiliklar bilan Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali orqali tanishishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling. Bugun Jadid gazetasi o'quvchilarini nashrning 11-sonida berilgan ayrim maqolalar bilan tanishtirib o'tamiz. Gazetaning bu galgi sonida muallif Dadaxon Muhammadiyevning Kitobxonlik shaxsiy masala emas nomli maqolasi o'rin olgan. Unda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish mavzusi dolzarblik kasb etishi alohida ta'kidlangan. Jumladan, mahalla kutubxonalarini qayta tiklab, ish joylarida kitob burchagi tashkil etish, faol kitobxonlarni rag'batlantirish kabi tashabbuslar kitobxonlik madaniyatini jamiyat hayotining ajralmas qismiga aylantirishga xizmat qilishi ochib berilgan. Shuningdek, maqolada ilmiy va kasbiy adabiyotlarni o'zbek tiliga tarjima qilish borasida tajribaga ega mutaxassislar jalb etilishi muhimligi asoslab o'tilgan. Gadjet yoki kitob degan tanlov o'rtaga tashlansa, aksariyat yoshlar gadjetni tanlashi aniq. Ijtimoiy tarmoqlar, video kontentlar, seriallar, turli o'yinlar bilan bir muhitga raqobat qilish kitob uchun juda og'ir. Bu jarayonda kitobxonlikning yutqazib qo'yishi ehtimoli yuqori. Kitobni muayyan ma'noda mahsulot, kitobxonni auditoriya, kitobxonlikni esa muhim ijtimoiy muhit sifatida ommalashtirish lozim. Barcha yo'llar vatanga eltadi. Gazetada ijodkor Iqbol Mirzoning shu nomdagi Germaniyada faoliyat yuritayotgan o'zbek mutaxassisi Maryam Sultonova bilan tayyorlagan suhbati chop etilgan. Unda Maryam Sultonovaning ijodiy faoliyati, uning hayotida ta'limning ahamiyati xususida so'z borgan. Shuningdek, maqolada o'zbek hamda nemis jamiyatlarida milliy qadriyatlarning inson hayotidagi o'rni, har ikki davlatning samimiy ijtimoiy muhiti aniq dalillar asosida taqqoslanib, ijobiy jihatlar ko'rsatib o'tilgan. Suhbat davomida qahramonimiz Maryamxon o'zbekistonlik ekanidan faxrlanishini e'tirof etgan. Ayniqsa, yurtimizdagi insonlar o'rtasidagi mehr-oqibat, ijtimoiy yaqinlik, an'analarga sodiqlik kabi ezgu tushunchalarni dunyoning hech bir mamlakatda uchratmaganini aytib o'tgan.
O'zbekistonda vaqt barakaliroq, insonlar bilan aloqa, jonli muloqot ko'p, yuzma-yuz ko'rishish, samimiy hol-ahvol so'rash, suhbat ko'p. Vatanga borsam Germaniyaga qaytib kelgim kelmaydi, chunki bu yerda hayotimiz ko'pincha bir xillikdan iborat. Ertalab turamiz, bolamizni maktabga jo'natamiz, ishga ketamiz, ishlaymiz, uyga boramiz. Bu yerdagi ishga bo'lgan talabning yuqoriligi va odamlarning muntazam shoshib yurishi energiyangizni so'rib qo'yadi. Ishdan keyin boshqalar bilan ko'rishishga xohish qolmaydi. Nashrdan o'rin olgan shu va boshqa maqolalarning to'liq matnini gazetaning rasmiy sahifalaridan o'qishingiz mumkin. Tarixda mustahkam Troya devorlarini 10 yillik urush yenga olmagan edi. Ammo birgina jozibali sovg'a Troya oti shaharni ichkaridan vayron qildi. U erkinlik, zamonaviy madaniyat niqobi ostida kirib kelayotgan destruktiv g'oyalardir. Biz bu jozibani qabul qilib, ma'naviy qo'rg'onimizni o'z qo'limiz bilan ochib bermayapmizmi? Axborot bu 21-asr ixtirosi emas. Chingizxon qo'shinlari hujumidan oldin shaharlarga Mo'g'ul armiyasi shafqatsiz degan vahimali mishmishlarni tarqatgan. Bugun esa bu jarayon ilmiy tus oldi. Overton darchasi texnologiyasi orqali jamiyat uchun mutlaqo yot va jirkanch g'oyalar asta-sekin normaga aylantirilmoqda. Avval taqiq buziladi, keyin muhokama qilinadi, oxir ko'nikish hosil bo'ladi. Axborot olish masalasi har doim hamisha muhim ahamiyat kasb etgan. Axborotni olishning o'zining yo'llari, uslub vositalari bor. Ijtimoiy tarmoqlarga murojaat qiladi. Va bu yerda xilma-xil xabarlar bor. Qaysi biri to'g'ri, qaysi biri noto'g'ri. Troya oti degani, misol uchun, achchiq dorining ustiga shirin mezana beriladiki, yosh bola nima qilishga yeyish kerak. Har bitta davlatda o'zining milliy manfaatlari bor. Shu milliy manfaatlariga nisbatan zarba berilishi kerak va har bir davlat shu milliy manfaatlarini himoya qilishi kerak. Diqqat qiling. 2000-yilda inson diqqati 12 soniya bo'lgan bo'lsa, bugun u 8 soniyaga tushib qoldi. Bu hatto tilla baliqchaning xotirasidan ham kamroqdir. Buzg'unchi kontent yaratuvchilar videoning ilk soniyasidayoq shok va agressiya bilan bizni qarmoqqa ilintiradi. Natijada ma'rifiy kontent bir qadam tashlaguncha fast food videolar dunyoni 6 marta aylanib chiqishga ulguradi. Milliy manfaat nima? Bu tili, dini, urf-odat, qadriyat, an'analari, tarixi va boshqa. Bugungi kunda 1 million askarni yetelib borib jang qilish hojati yo'q. Bugungi kunda millatni yo'qotish uchun mana shu elementlarni yo'qotsa, shu millat yo'qoladi. Prank shunchaki hazil emas. Bu sharqona andishaning ildiziga bolta urishdir. Oila sirlarining ommaga muhokama qilinishi, rahm shafqat tuyg'usining ekspluatatsiya qilinishi jamiyatda dahshatli befarqlikni uyg'otadi. Prankning ma'naviyatiga qaraydigan bo'lsak, bir kishining kulfatini boshqalarga ko'rsatib, odamlardan kulgi sotib olish. Fizikada bir qonun bor. Tabiat bo'shliqni yoqtirmaydi. Bizning ongimizdagi bo'shliqni bugun prankchilar egallab oldi. 1990 qonuniga ko'ra internet foydalanuvchilarining atigi 1% kontent yaratadi. Asta-sekinlik bilan kechagi bir prank manzaraga kulgan odam ertaga kulmaydi. Undan kuchlirog'ini talab qiladi. Ma'naviy immunitet bu bizning najotimiz. Toki yoshlarimiz taklif qilingan zaharli ilon nishini o'zlari ajrata olsinlar. Farzandingiz telefon o'ynab turadimi? Faqat to'g'risini ayting. Ha, o'ynaydi. Hozir hamma bolalar qo'lida telefoni. Yo, ancha qaytishyapti. O'ynaydi. Juda ko'p o'ynaydi-ya. Hozir hammasi telefonsiz uxlamayapti. Aha. Telefon bilan. Demak, nabiralaringiz ham telefonga qarab. Yig'laganda telefon bersa, o'ynadi. Harakat qilamiz bermaslikka. O'ynaydi, lekin ota-onasi shuni bermaylar degan baribir shu chaqaloq o'zgarib qolganki, telefon bilan to'xtab qoladigan bo'lgan. Nima sabab o'ynashyapti hozirgi kunda o'sha yosh bolalar? Ota-onalar juda band menimcha, chunki shaxsan men ertalabdan kechgacha ishdaman. O'zimiz aybdormiz. Yig'lasa ki, mana buni ko'r, undoq deymiz. Ovutish uchun. Ovutish uchun. Ota-onalar qutulyapti deb bo'lmasa arrillaydi, yig'laydi. O'shani bersang, jim bo'ladi. Ota-ona o'zi ishini qiladi. Majbur bo'lib qolgan vaqtga beradi. Shunday vaqtga bermaydi, lekin harakat qilib bermaslikka. Endi o'sha ish qilayotgan paytda ovunsin degan maqsadda. O'sha nazoratga ola olmayotgan ota-onalar hozir bor.
o'sha ota-onalarga qanaqa tavsiya berasiz? Qanaqa sizlarni usullardan o'rgatib bo'lmayapti-yu, mana qo'lingda so'tka bilan yotasan, so'tka bilan turasan. Bu ham so'tka bilan yotadi, so'tka bilan turadi. Buni olib yotasan, u ham zarar. Kichkina bola qayerdan biladi? Menimcha agar qiz bola bo'lsa qo'g'irchoq, o'g'il bola bo'lsa o'yinchoqlardan, kuklalardan, boshqa narsalardan berib, bolaning ehtiyojini qondirib qo'ysangiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Mumkin emas buni berish bolam. Buni mumkin hamma joyda aytyapti, faqat men emas. Bolaning ko'zini, kallasini rivojlantirishdan to'xtatadi telefon. Berishmasligi kerak, zararligini ko'rib bilib turish kerak. O'zbekistonda mart oyidan boshlab nimalar o'zgaradi? Ekranga yaqinroq keling, biz esa qonunchilikdagi yangiliklar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Endi O'zbekistonda chet el fuqarolari o'zbek tilini bilish bo'yicha sifr mezonlariga muvofiq imtihon topshirishadi. Chet el fuqarolari uchun o'zbek tilini bilishning A1, A2 va B1 darajalari bo'yicha 2027 yil 1-martdan boshlab esa B2, C1 va C2 darajalari bo'yicha malaka sertifikatini berish uchun imtihonlar o'tkaziladi. Agar xorijliklar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar kamida B1 darajadagi malaka sertifikatiga ega bo'lishsa, 2026 yil 1-apreldan boshlab O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilinishda davlat tilini bilish darajasini aniqlash imtihonidan ozod qilinadi. Inson ijtimoiy xizmatlari markazlarida ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarning ota-onalari yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar uchun mehrli oila xizmati yo'lga qo'yiladi. Bu xizmat yordamida oila ichidagi kelishmovchiliklarni hal qilishga yordam beriladi. Oilaviy muammolari bor, ijtimoiy jihatdan xavfli ahvolda bo'lgan bolalar ularning xulq-atvori va qiziqishlarini inobatga olgan holda maxsus ta'lim tashkilotlariga sinovlarsiz va bepul asosda joylashtiriladi. Kelinlik sepiga dabdabali buyumlar va kiyim-kechaklar emas, ilm, ziyo manbai kitoblar qilish bu nafaqat o'ziga, balki kelajak avlodga ma'naviy poydevorni oiladan boshlash degani, to'g'rimi? Gap kim va nima haqida ketayotganini anglagan bo'lishingiz kerak. Ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Andijondan Qashqadaryoga sandiq to'la kitoblari bilan borgan kelin va uning oilasi haqidagi xabarlar ko'p tarqaldi. Biz ulardan yaqindan tanishish maqsadida ish jarayoniga bordik. Quvonarlisi, ushbu kitobxon oila nafaqat o'zi kitob o'qiydi, balki atrofdagilarni ham kitobxonlikka chorlamoqda. Gap shundaki, ular ayni kunlarda Toshkent kitob markazida faoliyat ko'rsatishadi. Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan kutubxona esa Qashqadaryoning Ko'kdala tumani Sho'rquduq mahallasida joylashgan. U yerda faqatgina qog'oz emas, u yerda necha ming xazina yotibdi. Eng yaxshi, eng kamyob, eng noyob asarlarni yig'ganmiz. Ilmiy, siyosiy kitoblar, ona tili adabiyotiga doir kitoblar, filologiyaga doir kitoblar, psixologiya, falsafa, hamma sohaga doir kitoblar bor. 1500 dan ortiq kitob jamg'armasi hali 25 yoshga kirmagan yosh oila uchun oz-muncha raqam emas. Yillar davomidagi mehnat bebaho xazina. Nasibaxon bilan tanishganimizdan keyin o'zim ham kitoblar sovg'a qilardim, bilsam kutubxonasi menikicha teng ekan. Keyin birga kitob yig'a boshladik, birga onlayn kitob sotuvini yo'lga qo'ydik. O'sha onlayn kitob sotuvidan tushgan daromadga faqat kutubxonamiz bo'yicha kitoblar olganmiz. Haqiqatdan Nasibaning bu go'zal sepi shov-shuvlarga arziydi. U boshqalardan farqli ravishda ortiqcha dabdabalarga berilmadi. Sarpamga mana shuncha sumka, mana shuncha palto, boshqa narsalar deb so'raganim yo'q. Bunaqa narsalar olganim ham yo'q. Ota-onalarda orzu havasi degan narsa bor, lekin men xohlardimki, butun O'zbekistonimiz ota-onalari topgan pulini farzandini to'yiga emas, o'zi uchun, o'zini sayohatiga, o'zini salomatligi uchun sarflashlarini xohlardim. Masalan, juda ham katta to'y qilganimiz yo'q va hozir hech kimdan kam joyimiz yo'q. Aslida ham bugun mamlakatimizda kitobxonlikni targ'ib qilishga qaratilgan islohotlardan maqsad ham shu. Kitob o'qishni har birimiz o'zimizdan, oiladan boshlashimiz kerak. Zero jamiyatimizda mutolaaga oshufta qalblar, kitobxon oilalar ko'paysin. Xo'sh, qachon o'zingiz uchun oxirgi marta kitob sotib oldingiz va o'qidingiz? Vaqtni boy bermang. Adabiyot va ma'naviyat. Adabiyot inson ma'naviyatini shakllantirishda asosiy vosita. Maqol va hikmatlar orqali hayot saboqlari yodda qoladi. Axloqiy qadriyatlar uyg'unlashadi. Asarlardagi qahramonlar axloq va tarbiya uchun dasturul amal bo'ladi. Har bir kitob inson ruhi uchun ma'naviy ozuqadir. Adabiyot orqali inson o'zini va jamiyatni yaxshiroq anglaydi.
Men o'zimning ishimdan faxrlanaman. Qilayotgan ishlarimdan afsuslanmayman. Shu kasbni egallaganimdan ham afsuslanmayman. 8 da ish faoliyatimiz boshlanadi, soat 4 gacha. Bizga shu ertalabki ish soatimiz boshlangan vaqt qulay. Gavjum bo'lmasdan turib ishlaganimiz yaxshi. Har bir yosh kattami, kichkinami, bizning qilayotgan mehnatimizni qadriga yetishini avvalo inson o'zini qadriga yetsagina birovni qadriga yetadi. Masalan, mana shu o'tib ketayotganlar har bittasi ko'radi bizani. Bir xil yoki befarqligidan yoki bo'lmasam bir mensimagandan qiladi. Lekin bizning ishimizni qadrlaydigan insonlar ko'p. Shu tashlayotgan musorlarni yoki bo'lmasam baklashkalarni tashlayotgan yigitmi, qizmi, yoshmi, kattami har bittasiga Allohdan insof so'rayman. Bu kasbni tanlaganimizdan maqsad baraka shunda. Har bir inson masalan uyda tozalikni ushlasa ham barakasi bo'ladi. Biza el yurtni tozaligini saqlayotdik. Barakamiz shunda. Korxona rahbarlarimiz uzoq yil ishlagani munosabati bilan haqli yorliqlar berishdi. Bayramlarda mukofotlar berishdi. Hamisha mehnatimizni qadrlab, qadriga yetib kelishadi. Men juda ham xursandman. Jamiyatimizda mana shu tozalikni saqlaganimiz uchun hamma yog'imizda tinch, xotirjam, qut baraka bor bizning O'zbekistonda. Bizning xalqimizda mehr-oqibat bor. Shu yerga kelib tushishimiz bilan baxtli dilimiz ochiladi. Shu ishni boshlaganimizda ko'tarinki kayfiyat bilan ishni boshlab, ko'tarinki kayfiyat bilan ish tugalaymiz. Inson avvalo o'zini qo'lga ola bilishi, sabr qilishni bilsa, Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi. Meni farzandlarim, ikkita o'g'lim ayniqsa, ona ishlamang, shunchalik qilib qo'ydingiz, o'tiring deyshadi. Lekin men uyda o'tira olmayman. Nimaiki, uyda o'tirsam qanaqadir siqilib qolaman. Betga kelsam, dunyolarga sig'may ketaman. Shu mehnatimning ketidan sog'lomman. Har bir inson harakatda bo'lsin, sog'lom bo'ladi. Bir og'iz shukrona degan so'zni ketida ancha-muncha ma'no bor. Qaysi birini aytib tasvirlab berishni bilmadim sizga. Har bir inson farzandlarini kelajagini, o'zini bolalarini rohatini ko'rishligini, nevaralarini ko'rishligini, rohatini, sog'lom bo'lishligini his qilsa, men uchun men o'ylayman, men shukronalik. Har bitta bosgan qadamingiz, olgan nafasingiz bu shukronalik. Hamma savol beradi, nimaga boshqa joyda ishlamagansiz? Yo'q. Daraxt bitta joyda ko'karadi. Men bitta shu yerga kelib mehr qo'ydimmi? Shu yerda mana shuncha yillardan beri ishlayman. Ular toza qiladi-ku yo'lim. Men bilaman faqat kir qilishni. Oddiygina kiyimlarda ular, ba'zan xalat, ba'zida uniforma. Aslida chin qahramonlar-ku shular. Shuncha yillar yashadim shuni ko'rmay. Ular o'z ishini qiladi, katta pullar kutmaydi. Ularni ishlari ko'rinmaydi, to'plamaydi like. O'z burchini o'ylab o'zini hech ham o'ylamaydilar. Ular haqida qo'shiqlar ham juda kam aytillar. Ular tinmay ishlaydi oilasini asrash uchun hafta. Ular tinmay ishlaydi operaman deb kitob daftar. Qahramonlar yonginamizda har kuni qilishadi bir xil ishni. Ayamay tunu tongina bizdan. Ulardan o'rgan sabr qilishni. Qahramonlar plash kiymas ekan. Ular kuchli emas pahlavonday, bu oddiy odamlar oddiy emas ekan. Asli qahramonlar o'shalar. Chiziqcha bilan yozish. O'zbek tili imlosida so'zlar qanday holatlarda chiziqcha bilan yoziladi? Juft va takror so'z qismlari chiziqcha bilan yoziladi. Masalan, el-yurt, kecha-kunduz, mayda-chuyda. Takror so'zlarga misol duk-duk, bitta-bitta, baland-baland. Yodda tuting. Juft so'zlar qo'shimcha yordamida yasalgan so'zlar ham chiziqcha bilan yoziladi. Baxt, saodatli, xayr, xo'shlashmoq kabi. Juft so'zlar qismlari orasida u yoki yu bog'lovchisi kelsa, undan oldin chiziqcha qo'yiladi va juft so'z qismlari ajratib yoziladi. Do'stu dushman, kecha-yu kunduz kabi. Belgini kuchaytiruvchi qip-qizil, yam-yashil, dumdumaloq kabi so'zlar ham chiziqcha bilan yoziladi, lekin oppoq so'zi qo'shib yoziladi. So'zning ma, ba yordamida birlashgan qismlari chiziqcha bilan ajratib yoziladi. Chi, a, ya, ku, u, yu, da, ey, ye yuklamalari ham chiziqcha bilan yoziladi. Agar tartib sonlar arab raqamlari bilan yozilsa, inchi qo'shimchasi o'rniga chiziqcha qo'yiladi. Bizda hozircha shular. Xayr, salomat bo'ling.
Bugungi kunda bolalarga nisbatan zo'ravonlik nafaqat jismoniy muammo, balki katta psixologik va ijtimoiy muammo sifatida ham qaralmoqda. Ko'plab jamiyatlarda hanuzgacha zo'ravonlikni oqlovchi stereotiplar mavjud. Masalan, bola urilmasa tarbiyalanmaydi, qattiqqo'llik bilan tarbiya qilish kerak yoki ota-ona nima qilsa ham to'g'ri degan qarashlar ko'p uchraydi. Aslida esa zamonaviy psixologiya va pedagogika bu fikrlarning ko'pi noto'g'ri ekanini ko'rsatmoqda. Bolaga nisbatan qo'pol munosabat yoki zo'ravonlik uning ruhiy rivojlanishiga jiddiy ta'sir qiladi. Psixologlarning ta'kidlashicha, bola hayotining dastlabki yillari uning butun kelajakdagi shaxsiyatini shakllantirishda juda muhim hisoblanadi. Aynan shu davrda bola o'zini xavfsiz his qilishi, sevgi va qo'llab-quvvatlashni his qilishi kerak. Agar bu davrda bola qo'rqitish, tahqirlash yoki zo'ravonlikni boshdan kechirsa, uning miyasida stress bilan bog'liq muammolar kuchayadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, doimiy qo'rquv va stress holatida yashagan bolalarda stress gormoni, kortizol darajasi yuqori bo'lishi mumkin. Bu esa bolaning diqqat, xotira, hissiy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, zo'ravonlikni ko'rib ulg'aygan bolalar ko'pincha ikki xil yo'l tutishadi. Ba'zilari o'ziga ishonmaydigan, qo'rqoq va passiv shaxsga aylanishi mumkin. Boshqalari esa aksincha, agressiv xulq-atvorni o'zlashtirib, muammolarni kuch ishlatish orqali hal qilishni o'rganib oladi. Xalqaro tashkilotlar va mutaxassislar bolalarni zo'ravonlikdan himoya qilish masalasiga katta e'tibor qaratmoqda. Ularning fikricha, sog'lom jamiyat qurish avvalo bolalarni sog'lom muhitda ulg'ayishidan boshlanadi. Zamonaviy tarbiya usullari esa boshqa tamoyillarga asoslanadi. Ularning markazida hurmat, tushunish va muloqot turadi. Bolani jazolash o'rniga uning his-tuyg'ularini tushunishga harakat qilish, sabr bilan tushuntirish va to'g'ri yo'l ko'rsatish samaraliroq natija beradi. Mehr, sabr va muloqot orqali berilgan tarbiya bolaga o'zini qadrlangan va xavfsiz his qilishiga yordam beradi. Bu esa uning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va ijtimoiy jihatdan sog'lom shaxs bo'lib ulg'ayishiga yordam beradi. Agar biz bolalarni hurmat, mehr va tushunish muhitida tarbiyalasak, kelajakda yanada sog'lom va barqaror jamiyatni ko'rishimiz mumkin. Hozirjon bilasizmi, adiblar xiyoboniga har bir shu o'zini ijodkor deb hisoblaydigan, qalami bor inson borki, albatta mana shu xiyobonga kelish kerak deb o'ylayman. Bu xiyobon nafaqat ijodkorlarimiz uchun, balki xalqimiz uchun, umuman O'zbekistonga keladigan sayyohlar uchun bir tuhfa bo'ldi. 2020-yil 20-may kuni o'sha davlat rahbari bu yerga tashrif buyurdi, ijodkorlar bilan uchrashdi va o'zbek adabiyoti haqida tasavvur beradigan bir xiyobonga aylandi. Ramziy tarzda 25 nafar ijodkorning haykallari bor. Bizni ko'zimizni o'ngida sodir bo'ldi bu tarixiy voqea, ya'ni xiyobonda o'sha nimalar, ta'mirlash ishlari, evrilishlar, o'zgarishlar. Mana shu nuqtai nazardan bir yoshlarni ma'naviy kamolotga erishishida, yoshlarni bir adiblarimizni tarixini bilishida mana shu maydon o'rni qanday? Guvohi bo'lamiz. Shunaqangi nabiralarni yoki farzandlarni yetaklab kelishadi-da, u o'sha dastlabki taassurotga ega bo'ladi adabiyot haqida, yozuvchi shoirlarimiz haqida. Abdulla Qodiriy haykali ham bor bu yoqda, Oybek, Zulfiya, Hamid Olimjon, Saida Zunnunova, Said Ahmad, Bobur, Ogohiy, ya'ni mumtoz adabiyot yo'q edi o'rtada. Mumtoz adabiyot qo'shilib, jadidlar ham yo'q edi. Jadidlardan 4 nafarini haykali qo'yildi bu yerda. Adiblar xiyoboni o'sha yangi qiyofaga kirib ochilgan payti mana shu daraxtlar kichkina edi. Hozir esa juda ham katta archalarga aylanib ketdi. So'lim go'shaga aylandi. Alohida e'tibor qilinadi bu bog'ga. Ya'ni o'sha obodonlashtirish xodimlariga kattakon rahmat. Adiblar xiyobonida bir nechta ayvon bor bu yerda. Hamid Olimjonning haykaliga yaqin joyda, Ozod Sharofiddinovning haykaliga yaqin joyda ayvonlar bor. Bu yerda ham ayvonda bemalol dam olib o'tirishlari mumkin. Adiblar xiyoboni nomiga mos tarzda. Chunki haykallardan tashqari bu yerda Yozuvchilar uyushmasining binosi ham joylashgan. Shu bilan birgalikda yozuvchilar tarixga tez murojaat qiladi. Toshkent tarixi muzeyi ham mana shu maydonda joylashgan. Ko'rsatib qo'yishdi ona bu yerda, haykali bu yerda esa Zahiriddin Muhammad Bobur. Mana shunaqa yo'l ko'rsatkichlar ham qurilgan. Bu yerda o'sha qaysi haykal qayerda joylashganini va unga qanday borish kerakligini ko'rsatuvchi yo'l ko'rsatkichlar. Xiyobonga yaqin joyda bir 15 daqiqa aylanib ketsa ham ko'ngillari huzur oladi. Umuman adiblarning qiyofalarini rassomlarimiz qanday ishlaganini
ko'rishadi. Fursatdan foydalanib barcha davlat xizmatchilarini demak adiblar xiyoboniga, bog'iga chorlab qolamiz. Hurmatli yurtdoshlar, 13-14 mart kunlari mamlakatimizda umumxalq xayriya hashari o'tkaziladi. Yurtimizga yasharish, yangilanish fasli bahor kirib keldi. Tabiat uyg'ongan pallada diyorimizni yanada obod va ko'rkam bo'lishi uchun barchamiz mas'ulmiz. Yurt obodligi avvalo mahalladan boshlanadi shiori ostida bo'lib o'tadigan keng ko'lamli obodonlashtirish ishlarida faol bo'ling. Zero hashar bu hamjihatlik, birdamlik va mehr oqibat timsolidir. Ushbu ezgu an'ana orqali mahallalarimiz fayzli bo'ladi. Eng muhimi qalblar birlashadi. Hashar kunlari mahallalar, ko'p qavatli uylar va hovlilar atrofi tartibga keltiriladi. Ko'chalar, xiyobonlar, ziyoratgoh va qabristonlar obod qilinadi. Bolalar maydonchalari ta'mirlanadi, daraxtlarga ishlov berilib, yangi ko'chatlar ekiladi. Shuningdek, ijtimoiy himoyaga muhtoj kishilar holidan xabar olinib, ularning uy-joy sharoitlarini yaxshilashga amaliy ko'mak ko'rsatiladi. Barchangizni ushbu umumxalq xayriya hasharda faol ishtirok etishga, o'z mahallangiz, ko'changiz va hovlingiz obodligi yo'lida munosib hissa qo'shishga chorlaymiz. Siyosiy ma'rifat soatining video kontentlarini Telegram sahifasiga ulangan holda doimiy kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.